Kechirasiz, Komil Tohirovna. Men bu ishxonada boshqa ishlamoqchi emasman. Voy, nimaga Sabab? 200 ta ayol kishining ichida bitta erkak kishi bo'lib ishlamayman. Nima qildi? Hey, sizlarning xarakteringlar menga o'tib qolibdi. Men normalniy mujikman, normalniy erkakman. Oilam bor, bolalarim bor, choyxona yuraman men. Mana bu poza nimaga kerak menga hozir? Mo'min, agar mani desangiz ishda qolasiz. Ranapa, qo'ysangchi, yaqinda navarali bo'lgan odamsiz. Shunda muammo Ra'nodanmi? Muammo menda. Mo'minjon, o'zingiz boshing. Ko'p savol berib charchatib qo'ymanglar. Savdo topa qo'ying-ey. Men hammanglarni opamdek ko'raman. Lekin sizlar meni ukadek ko'rmayapsizlar. Xo'p, sizga nima xalaqit beryapti, Mo'min? Mana oddiy misol. Hojatxona nima bitta? Nimaga J faqat? Men qani? Voy, biz uyalayotganimiz yo'q-ku, Mo'min. Uyaling ne Laylo opa? Uyaling. Men uyalaman-ku. Mana misol uchun oldilar. Deb erkakga o'xshab kuladi. Ana bu choyxonada deb kulaman. Voy, qo'lingiz Mo'minjon. Mana misol uchun oldilar. Mana mendan o'tirardim. Yaxshi misollar, chaqchimayapsanlarmi deb. Hozir mendan o'tirma. Menga nima kerak bor uni? Ha? Bo'ldi, uzr. Ketaman men. Voy, gapni puli-chi? Ha, gap pulni olib ketaman lekin. Между прочим, ishxonada bitta serka emassiz. Mana Asqar ham bor-ku. Voy, tinchlikmi? Ketyapsanmi, Mo'min? Ba-da-bum, bum, bum, boy, boy.